Amerika və bəzi Avropa dövlətləri Xitayning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulm siyosatini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan bugungi kunda islom dunyosining bo'libmi turk dunyosining sukut turayotganligi Turkiyadagi bir qism ommaviy tashkilotlarni o'yga solmoqda. Shu sababdan Turkiyadagi Uyg'ur tashkilotlari Turkiya Cumhuriyetlarida, jumladan Turkiyada Uyg'ur davosini qanday qilib texim yuqori pallaga ko'tara olamiz. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish va Turkiya hukumatiga ta'sir ko'rsatish uchun Turkiyada qanday konkret xizmat qilish lozim degandek savollarga tushgan fikrlarni ratlab qisqa doklad tayyorlab chiqqan. Hamda 1-avgust kuni boshqa Uyg'ur tashkilotlariga va Uyg'ur masalasini qo'llayotgan turk ommaviy tashkilotlariga yo'llab bergan. Bu doklad 5-iyul kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfisi, Uyg'ur akademiyasi vaqfisi, Turk siyosat tadqiqot vaqfisi va Xalqaro yosh bilim odamlari tashkilotining yetakchilari ham boshqa ko'p sondagi ommaviy tashkilot mas'ullari, universitet o'qituvchilari ishtirok qilgan cho'ng yig'inda tushgan fikrlar asosida tayyorlangan. Hamas rahbari İsmail Xaniyev uchun Turkiyada davlat bo'yicha motam jakarlaganligini tanqid qilgan O'qituvchi Zafar partiyasining rahbari Umid O'zdaq mundaq dedi. 33 askarimiz Rossiya urush aeroplanlari tarafidan bombardimon qilinib shahid bo'ldi. Mamlakatlik motam e'lon qilinmadi. Turkiya motam e'lon qilgan kishi Xitoy ziyorati jarayonida Sharq Turkistonda zulm yo'q dedi. Hech qanday arab davlatida davlat motam e'lon qilinmadi. O'zbekiston Statistika instituti 2024-yilning oldingi 6 oyidagi iqtisodiy sonliq ma'lumotlarni e'lon qildi. Organ e'lon qilgan sonliq ma'lumotga qaraganda, bu yil 1-oydan 6-oygacha O'zbekiston 1 milliard 500 million dollarlik to'qimachilik mahsulotlarini eksport qilgan. Tayyor to'qimachilik mahsulotlari va yeb eksport qilingan to'qimachilik mahsulotlari ichida eng ko'p ulushni egallagan. Xitoyning Shanxi o'lkasida 2 hafta burun bir yuqori sur'atli tosh yo'ldagi ko'rik o'rilib tushgan bo'lib, hozirgacha o'lganlarning soni 38 ga yetgan. 24 kishining izdariki bo'lmagan. Bu hodisa 19-iyul kuni yuz bergan bo'lib, Xitoy taratqullari 2-avgust juma kunigacha 38 kishining jasadini topganligini xabar qilgan. Ayni vaqtda ko'rikning 40 metrlik qismi o'rilib ketgan bo'lib, 25 mashina ko'rikdan tushib ketgan. Paris 2024-yillik Olimpik tanharakat musobaqasida jins o'zgartganlar talash-tartish yaratmoqda. 3-avgust kuni o'tkazilgan ayollar 66 kilogramliklar bo'yicha boks musobaqasida Turkiya mohiri Busena Surmaneli jinsi o'zgartirilgan taylandlik mohir Janjim Suvannafinga yengilib chayrak hal qilish musobaqasida shallandi. Busena Surmaneli 2021-yili Tokioda o'tkazilgan Olimpik tanharakat musobaqasida chempion bo'lib oltin medal qozongan edi. Filippin bilan Yaponiya Janubiy dengizda Xitoyga qarshi tunji qatim birlashma harbiy manevr o'tkazdi. Filippin bilan Yaponiya 2-avgust Janubiy dengizda tunji qatim birlashma harbiy manevr o'tkazgan bo'lib, bu ikki davlatning Xitoyning rayondagi zo'migarlik qilmishlariga qarshi eng yangi hamkorligi bo'lib hisoblanadi ekan. Bu qatimki manevr Filippinning egilik huquqli iqtisodiy rayonida o'tkazilgan bo'lib, buningdan 2 kun burun Filippin bilan Amerika dengiz armiyasi Janubiy dengizda o'xshash birlashma dengiz manevri o'tkazgan. Manevrning maqsadi Janubiy dengizda Xitoy bilan bo'lgan keskin vaziyat kuchaygan ahvolda ikki davlat qo'shinlarining moslashib harakat qilish iqtidorini kuchaytirish ekan.